88-89 balki 87-yillardan to'ylarda syomka qilish urf bo'lib qoldi. O'sha 20 yil burun to'yda nonushtani syomka qilingan kasetasi bo'lsa, olib qo'yib ko'ringlar. Shu bomdodda o'qib, masjidda nonushtaga kirib kelayotgan ostoqolada sanalab nechtasi qoldi shu 20 yil ichida. Qo'rqib ketasiz. Ko'zingizga yoshlar keladi, kimlar ketganligi. Inson o'z nomi bilan inson unutuvchi ekanki, atrofidagi ostoqollarni o'tib ketganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Bir qo'yib ko'ringlar-da. 5 yil u yoqdagi to'yda qo'yib ko'ringlar-da. Ko'zimiz moshdek ochilib qoladi. Lekin insonlar birin-ketin bitta-bittadan o'lganligi uchun insonni esdan chiqarib qo'yar ekan. Sakson sakkiz, 89 balki 87-yillardan to'ylarda syomka qilish urf bo'lib qoldi. O'sha 20 yil burun to'yda nonushtani syomka qilingan kasetasi bo'lsa, olib qo'yib ko'ringlar. Shu bomdodda o'qib, masjidda nonushtaga kirib kelayotgan ostoqolada sanalab nechtasi qoldi shu 20 yil ichida. Qo'rqib ketasiz. Ko'zingizga yoshlar keladi, kimlar ketganligi. Inson o'z nomi bilan inson unutuvchi ekanki, atrofidagi ostoqollarni o'tib ketganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Bir qo'yib ko'ringlar-da. 5 yil u yoqdagi to'yda qo'yib ko'ringlar-da. Ko'zimiz moshdek ochilib qoladi. Lekin insonlar birin-ketin bitta-bittadan o'lganligi uchun insonni esdan chiqarib qo'yar ekan. Sakson sakkiz, 89 balki 87-yillardan to'ylarda syomka qilish urf bo'lib qoldi. O'sha 20 yil burun